Menga eng yoqqan joyi shumoizolyatsiya bo'ldi. Shumoizolyatsiya nafaqat ichki, ya'ni siz tashqaridan kirayotgan salon, balki kapot orasida ham shumoizolyatsiya bor. Salonga kapot ostida bo'layotgan shovqin kirmaydi. Bu gibrid, tushunasizlar? Gibrid mashina. 19% zaryadim bor, shu 19-20% dan tushirmaydi, lekin batareyada 0 kilometr yura olaman. Faqat benzinda 72 kilometr bosib o'tishim mumkin. Gaz bosganimda ichki yonish dvigateli ham оборот oladi. Sababi bugungi qahramonimiz ham ketma-ket, ham parallel gibrid. Lekin baribir shovqin kirmaydi. Mana hozir men chorrahaga kelaman, hamma babu bu yo'tadi, sekin oynani ochaman, sizlarga ko'rsataman. Shumoizolyatsiya eng yuqori darajada. Rasmiy distribyutor menga Instagram obzor qilib bering deganda, beringlar menga mashinani, oldin haydab ko'ring dedim. 2 kun haydab ko'rdim, bo'ldi, muammo yo'q. Instagramga video qo'yib beraman. Mashinani plus minuslarini ko'rsatib beraman. Lekin bu mashinani to'liq tushunish uchun uni to'liq obzor qilish kerak, YouTube'da ko'rish kerak va aytganimdek, to'laqonli obyektiv baho bera olish uchun uni to'liq tushuntirib berishim kerak edim. Ular fikrimga qo'shilishdi va bugun men obzorimizda Geely EX5 gibrid. Aynan bu avtomobilda men birinchi o'tirishim bilan Volvo'ni falsafasini ko'rdim. Obzor boshlaymizmi? Tashqi ko'rinish, qaranglar. Tashqi ko'rinish elektromobilniy versiyadan full elektrikdan farq qiladi. Bizning versiyada ko'rayotganingizdek, Lincoln Co'larga, Zikrlarga xos bo'lgan naqshda uzuq yuluq naqshlar bilan mono qosh bor. Ikkita oldi faramiz bor. Bu ham kunduzgi harakatlanish chiroqlari, lekin oldi asosiy yoritish elementlari mana bu ikkita elementdan iborat. Bular yaxshi освещение beryapti deb bemalol ayta olaman. Kechasida shaharda yurganda menimcha qiynalmadik, lekin shahardan chetga kechasida chiqib ko'rmadik. Hatto yo'q. Dachiga chiqqani chirchiqqa qarab yurdim, yomon emas, освещение gap bo'lishi mumkin emas. Radiator panjarasi nafas olib turibdi, batareya zaryajat qilayotganimiz, ichkarida konditsioner ishlayotgani, mashinani o'chirmaganimiz hisobiga mana bunaqa ajoyib liniyalar bor. Liniyalar orqali mashinada orientir olish yanada osonroq. 360 graduslik kameralar va hokazolarni aytib o'tishimiz kerak. Ha, bitta narsa qaranglar. O'sha adaptivniy kruiz kontrol ham, удержание polasi ham hammasi mana bu stereo kamera orqali ishlaydi. Bu yerda lidar yo'q. Mashina unaqa qimmat segmentda emas. Shuning uchun lidar texnologiyasi qo'llanilmagan. Faqatgina stereo kamera orqali ishlaydi. Endi kelinglar ko'raylik orqa faralarni. Chiroqlarni ko'ryapsiz, juda ham bejirim. Tormoz pedalini bosganingizda 3-stop chirog'i yonadi. Kamera eng kir bo'ladigan joylardan bittasida joylashgan. Parktroniklarimiz bor. Hammasi joy-joyida. Bagajnik 528 litr hajmga ega. Bu ikkinchi qator o'rindiqlari funksional holatda bo'lganida. Xuddi o'sha aytganimdek, quvvatlash stansiyasi komplektda. Ko'tarib ko'raylik. Rem komplekt, mana yana o'sha quvvatlash stansiyasi. Bu yerda reversivniy zaryadga menimcha imkoniyati bor. Ha, bor ekan reversivniy zaryadga. Mashinalarni quvvatlashingiz mumkin ekan. Ya'ni bundan turib boshqa mashinani quvvatlash imkoniyatiga ega bo'lar ekansiz. Bunda nima ekan? Ochib ko'rmadim, ishoninglar. Bu uyda rozetkadan quvvatlash uchun komplekt bor ekan. Hop, bundan tashqari mana ham rem komplekt ham ko'ryapman. Ya'ni balonningiz teshilib qolsa, davolab olish uchun komplekt bor, ya'ni yamaydigan suyuqlik va kompressor. Va albatta mashinani buksirovka qilishingiz kerak bo'lsa, mana bunaqa halqa ham bor, oldiga taqasiz. Xo'p, yopib o'tirmadik bu narsalarni, avariya uchburchagi va hokazo. Pardani borligi albatta xursand qiladi. Bu anaqa yaxshi, qimmat parda ekan. Pardani o'zini ham bundoq qilib yechib qo'ysa bo'lar ekan. Ko'rdinglar, hozir to'liq yechib o'tirmadim. Bemalol yechib qo'ysa bo'ladi. O'rindiq sozlanadimi? Yo'q. O'rindiq faqat jostki fiksatsiya bo'ladi. Zapaska yo'q ekan. Zapaska nima qiladi? Hozir hech qaysi Xitoy mashinasida, nafaqat Xitoy mashinasida, ya'ni hech qaysi inomarkada zapaska yo'q, faqat Cobaltda bor. Shuning uchun Cobalt qadriga yetinglar. Salonga ketdik. Qaranglar. Salonda mana bunaqa bejirim, to'q ko'kmi yo qorami? Siniy bu. Chomna siniy цвет, to'g'rimi? Ko'zim aldamayaptiman. To'q ko'k bilan juda ham bejirim. Bu verblюжий deyiladimi, korичневый deyiladimi, kremovo korичневый deyiladimi? Juda chiroyli rang. Dizaynni biz tashashgan. Flyme Sound mana bu dinamik panjaralari bu deysizmi? Plastik bo'lsa ham mana bu qism deysizmi? Hammasida did bilan dizaynga juda yaxshi yondashgan holda ijro qilingan. Salonda deyarli hamma qism, faqat pastki qismdan tashqari hammasi yumshoq charm elementlar bilan ishlov berilgan. Bu xoh torpedani yuqori qismi bo'lsin, yuz qismi bo'lsin, patologimiz qora, ramkasiz orqani ko'rish ko'zgularimiz, chiroqlarimiz bor, avariya chirog'ini joylashuvi yuqorida, tomni boshqaruvi, ya'ni lyuk ochish yopish boshqaruvi bu yoqda. Mana hozir shovqin-ku, sizlarga ham eshitilyaptimi? Mikrofon menda ikkalasi.
sukunat, sokinlik olamiga tushdingiz. Men shu joyga maza qildim shu mashinani. Olib borib shumoizolyatsiyaga pul to'lash kerak emas. Men o'yladim boshida oyna 2 qavatli bo'lsa kerak, o'shanga shumoizolyatsiya zo'r bo'lsa kerak. Yo'q, oyna 1 qavatli mana. 1 qavatli. Prosta shumoizolyatsiyada pul ayalmagan, tushunyapsizlarmi? Hop, davom etamiz. Qaranglar. Quvvatlash paneli uchun joy ikkita, lekin panelni o'zi faqat bitta tarafda, haydovchi tarafda ishlaydi. Jismoniy tugmalar bor, ular iqlimni nazorat qilish tizimiga xizmat ko'rsatadi. Faqat markaziy shaybamiz multimedia tizimini tovushiga ishlaydi, lekin bitta o'rtani bosadigan bo'lsak, рабочий stoldagi обои o'zgartirishga ishlaydi. Dengiz sizga ko'proq yoqadimi yoki shaharmi? Menga ko'proq dengiz yoqadi. Dengiz qoldiramiz. 360 graduslik kameraning sifatiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Juda yuqori sifatda ishlayapti. Довольныйman. Podstakanniklarimiz ichlari proreziniy, ya'ni rezinka bor. Butilkalar ichida o'ynab yurmaydi. Chuqur, kattagina bar bor, har xil narsalari bilan ichida. Eshik ruchkasidagi yechim. Ruchka mana bu batonning orqasi to'lig'ligicha deyarli ruchka. Oldi qismda ham ruchka, orqada ham ruchka va minimalistik kichkinagina oynalarni boshqarish bloki joylashtirilgan. O'rindiq qaranglar. 6 ta yo'nalishda haydovchi o'rindig'i sozlanadi. Bu demak, o'rindiq tepaga, pastga harakatlanadi, oldinga orqaga harakatlanadi va albatta suyangich oldinga orqaga sozlanadi. Haydovchi o'rindig'idan tashqari yo'lovchi o'rindig'i ham elektron boshqaruvda. U bo'lsa atigi 4 ta yo'nalishda oldinga orqaga va spinka oldinga orqaga sozlanadi. Bo'ldi. Menimcha bu mashinada o'rindiqqa ko'proq e'tibor berish kerak. To'g'ri, o'zini o'rindig'i shikarniy, juda chiroyli. Koja, dizayn, ish sifati, chokki sifati idealga maksimal darajada yaqin qilingan. Abagrev bor, abduf bor. Siz bemalol isitish, sovutish funksiyalarini shu yerdan yoqishingiz mumkin. Rulda podogrev bor, rulda avtopodogrev bor. Ma'lum bir temperaturada o'zi yoqiladi. Hammasini yoqishingiz, hammasini o'chirishingiz mumkin. Lekin nimaga o'rindiqda хотя бы поясничный подпорье, nimaga хотя бы belga tirgovich yostiq qilinmagan? Men deyarli hech qachon ishlatmayman. Qanaqasiga? Bitta sozlab qo'yaman, bo'ldi. Lekin shu funksiya juda muhim deb hisoblayman. Bugungi hamma yoqda mashinada ham o'tirib faoliyat olib boradigan, ofisda ham, uyda ham hamma o'tiradigan holatda хотя бы o'tirishingiz qulay bo'lishi kerak. Shu nuqtada biza pastda ham joyimiz borligini, o'tda bitta Type-C, bitta oddiy USB, bitta прикуриватель tipidagi rozetka borligini aytib o'tamizda, plavni orqaga ikkinchi qatorga o'tamiz. Nimaga? Chunki ikkinchi qatorda qancha joy borligini sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Ketdik. Bismillah. Qani men o'tirib oldim. Meni joylashishim qalay, sizlarga yoqdimi? Menga vashi yoqdi. O'zim uchun maksimal qulay sideniyaning orqasiga joylashganimda mana bir musht joy bor. Bemalol hali yetib bormadim. Yetib borgan taqdirimda ham yumshoq sideniyaning orqasi charm bilan ishlov berilgan. Shopirning orqasiga tizzalarimni tiqib bemalol ketavera olayman. Muammo yo'q. Chiroq bor, mikroliftli ruchkalar bor, podlokotnik, podstakannik, hamma narsa bor. O'rindiq xuddi o'sha chiroyli kremoviy rangda, tepada kolonkalar, dinamiklar bor, airbaglar ko'rayotganida hamma yoqdan himoya qilyapti. O'rindiqda bormi? O'rindiqda mana airbag ko'rmayapman. Yoki men yozuvini ko'rmayman. O'rindiqda airbag yo'q. Hozircha 6 ta airbag hisobladim. Funksional bo'yicha yetarli, lekin o'rindiqlarda ham bo'lsa yomon bo'lmasdi. Hop, tonel, transmission tonel umuman yo'q. Deyarli bir tekis. Men bitta oddiy, bitta Type-C USB bor. Ikkita pog'onali isitish tizimi bor. Demak, orqa o'rindiqlar faqat isitiladi. Deflektor chiqqan, iqlim nazorat qilish tizimiga sizda hech qanaqa dopusk yo'q. O'rindiqqa suyangichi sozlanmaydi, ya'ni uni uklonini sozlash imkoniyati umuman yo'q. U shundoq boradi, qotadi. Lekin shunga qaramasdan qulay. Ya'ni yalpayib joylashib olganman. Ko'rayotganingizdek, umuman muammo yo'q. Lekin tikka o'tirsam, joy vashim deb yalpaysam 2 kishi masalan bemalol uzoq safarga ham ketaveramiz. Chunki orqada ko'prichakli podveska, oldida McPherson. Biz shunaqa qilib plavni hozir texnik qismga o'tib ketdim. Kapot ostini ko'rsataylik. Yana bu narsa qiziq narsalar bordir. Bitta tortuvdim, ochilib ketdi. Nima? Stoperi yo'qmi? Bitta tortishda ochiladimi? Ha, yo'q, bor ekan sekretka. Ochdik. 1,5 litrli motor turibdi. Ushbu motor 99 ot kuchiga ega. U ham parallel, ham ketma-ket gibrid tizimini yuragi hisoblanadi. Chunki aynan u 18.4 kilovatli avtomobil poli ostida joylashgan batareyalar blokini quvvatlaydi. Qanaqa quvvatlaydi? Aynan reduktor deylik, gidrotransformatorning reduktori bor bu yerda. Ya'ni odatiy biz o'rganib qolgan uzatmalar qutisi yo'q. Gidrotransformator orqali reduktor ulangan va u orqali quvvatlaydi. Reduktor o'ziga xos xususiyati bu mashinada shundan iboratki, u nafaqat dvigatelni aylantiruvchi lahza
bazasi, ya'ni uni harakatidan generator sifatida foydalanadi. Balki ushbu quvvatni aylantiruvchi lahzani ikkita oldi g'ildirakka uzatib berishi va hatto 0 batareya bilan avtomobil ichki yonish dvigateli quvvati yordamida harakatga kelishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi berayotgan va'dani bilmayman-u, lekin boya aytganimdek 3 litr расход quvvatda haydab yuraman degan odamlar bor. Men o'zimda realniy hech qanaqa quvvatlamasdan faqat benzinda yurganimda 7 litr расход ko'rsatdi. Faqat va faqat benzinda yurganimda. Men juda dinamikda harakatlanaman. Pensionerskiy rejimda yurmayman. Keskin qo'zg'alishlar, tezlashishlar bilan harakatlanaman. Yana bitta o'ziga xos narsa, boya aytganimdek, bu motor tovushi eshitasiz, eshitmaysiz emas, bilasiz ishlayotganini. Lekin g'ashingizga tegadigan darajada ichkarida eshitilmaydi. Geely kompaniyasi 2000-yilda Volvo'ni bankrotlik yoqasidan tortib olib, ularga investitsiya qilib, kompaniyani sotib olib, unga pul tikkanida hamma bo'ldi. Volvo ado bo'ldi. Endi u Xitoy mashinalarini chiqaradi o'ylaganida. Hammasi teskarisiga bo'ldi. Volvo gullab, yashnab, yanada rivojlandi, lekin shu bilan birgalikda Geely Volvo'ning texnologiyalarini o'ziga jalb qilib oldi. Mana fishka qatta edi. Mana o'sha texnologiyalar bugun qatta Geely'da, chunki aynan bu avtomobilda men birinchi o'tirishim bilan Volvo'ni falsafasini ko'rdim. Sababi juda ham oddiy. Qichqirgan, chinqirgan, "Wow, men unaqaman. Men 3 sekundda 100 ga chiqaman. Va men superman. Menda 6 ta qator, 88 ta o'rindiq, super massaj, pasingdan chiqib mamlakatdan massaj qilib qo'yadi" degan narsalar yo'q. Lekin oddiy ekspluatatsiya vaqtida bilinadigan narsalar orqaligina sizlar bu avtomobilni nima uchun qadrli ekanligini tushuna olasizlar. Mana qaranglar, hozir konditsioner ovozini skорее всего eshityapsizlar salonda. Yoqimli tovushlarni eshitaylik, qaranglar. Поворотник, chapga. Chapga yoqdimi, o'ngga yoqdimi, qaqimillayapti, harakatlanib ketyapman. Dovdirash yo'q. Chunki поворотник ovozi qaysi tarafga yoqsang, o'sha kolonkadan chiqadi. Eshitdinglar? Bu ham bitta kichkinagina detal, lekin shunaqa yoqimli detal. Oldimda hozir mashina yo'q, chorrahada, lekin agar qizilda turganimiz oldindagi mashina yurib ketsa, yoqimli tovushli ogohlantirish kerak. Tiling, yur, ketdi deydi. Yana yoqimli detal. Yon tomonimdan mashina kelyapti. Ko'rdinglarmi? Bunday yomon. Bakovoyga qaraymanmi, qaraymanmi? Kichkina nuqta emasda, yarim oy shaklida yoki oval shaklida katta narsa, lekin ingichka. Baribir ko'zimga tushish effekti kuchliroq. Assistent slipper zona chirog'ini, indikatorini ko'pincha boshqa mashinalarda ko'rmay qolaman. Bu yerda ko'rmay qolish iloji yo'q. Tovushli assistentlar juda ham yoqimli sozlangan. Aynan Volvoda agar bilsanglar, qayrilish chirog'ini Shved o'rmoniga kirib, har xil tovushlarda eksperiment qilib ko'rib, o'rmonda eng ko'p uchraydigan daraxtlardan bittasini, ikkita shoxini olib, bir-biriga toq qilib urib, ana o'sha tovushni yozib olib, обработка qilib, keyin mashinaga joylashgan. Mana shunaqa yoqimli tovushlar. Aynan shunisi uchun ham yaxshi ko'rishga arziydi. Ana endi xadavoyga o'tamiz. Ya'ni bizga eng qiziq bo'lgan narsa, podveska o'zi qanaqa, xarid qilishga arziydimi? Chunki ko'pchilik yangi mashinani menda ko'rgandan keyin, "Voh, chiroyli mashina ekan-a" deydi. Test drive'dagi mashinami? Birinchi beriladigan savol, o'zi qanaqa ekan, yumshoq ekanmi deyshadi. Mana bu savol ko'pincha relsdan chiqarib yuboradi. Sababi oddiy. Chunki men shaxsan yumshoq mashinalarni yoqtirmayman. Men yoqtiraman tarang podveskali mashinani. Mana bunday riski manevr qilish kerak bo'lgan paytda mashina og'ishi, men mashinani sidinasidan tushib qolishim kerak emas. Masalan, surilib chiqib ketishim kerak emas. Joyimda qanday o'tirgan bo'lsam, shunda o'tirishim kerak. Mashina ham og'ib, yoniga yotib olish kerak emas. Aynan shunaqa podveskani yaxshi ko'raman. Bu ham shunaqa. Chunki bugungi kunda ko'plab avtomobil ishlab chiqaruvchilar aynan shunaqa podveskaga intilyapti. Ya'ni yig'inchoqlik bilan ortiqcha loponlashlarsiz yaxshi sozlangan podveskani taklif qilishyapti. Chunki Land Cruiser 200 lop qiladigan yumshoq, lalvaygan podveskasini qadrlaydigan kunlar o'tib ketdi. Hozir off-roadga chiqsang, alohida mashinada chiqasan. Shaharda yursang, alohida mashinada yurasan. Bizda yaqqol chegara chizildi. Shuning uchun shaharda yuradigan kundalik mashinalarga lopillagan podveskani ko'pchilik yoqtirmayapti. Geely bu borada maqsadga erishgan. Ya'ni hozir eng yaxshi sozlangan, eng optimal xarakteristikalarga ega bo'lgan, eng yig'inchoq, eng sobrni deymiz rus tilida. Podveskalardan bittasi aynan shu bo'lyapti. Mana ayolimda Yuan App bor, bilasizlar, ko'rgansizlar. Men Yuan Appni obzor qilganman. Lekin solishtirganimizda, "Oyisi nima deysan?" deganimda, "Yuan App ham yaxshi ekan, yumshoq ekan" degan xarakteristikani berdi. Yuan App podveskasi bugungi kunda nomer 1 podveskalardan bittasi. Agar to'g'ri tajribasiz avtomobillarni ko'pini ham haydaman,
bilmagan, masalan, Spark haydagan, Yuvanab haydagan, men olgan mashinalarni ba'zida haydatib turaman, uni fikrini eshitmoqchi bo'laman. Agar u shu narsani aytayotgan bo'lsa, demak, men adashmabman. Qo'llarni ham o'tkazib ko'rdim. Nikolay nima dedi? Men yumshoq demayman dedi, lekin juda ham komfortli podveska dedi. Xullas, Geely qo'yliq bo'ladimi? Geely sergili bo'ladi Toshkent shahrida bo'lsangiz yoki Geelyni istalgan O'zbekiston Respublikasidagi rasmiy dilerlarining showroomlariga tashrif buyuring. Bu mashina test drive'da bor. Oling elektrik versiyasi, oling bizaniki deydiki gibrid versiyasi. Oling haydab ko'ring. O'zingiz fikr chiqaring. Bitta meni gapimga osilib keyin ertaga men bu maqtovdi, men xohlagan, men o'ylaganimdek emas ekan degan gap yo'q. Shuning uchun olib haydab ko'rgan ekan maslahatim. Menga zo'r yoqdi. Mana mostdan ketyapmiz. Most bilasiz, O'zbekistonda ulangan joyi sezilmaydigan most yo'q O'zbekistonda. Deyarli bilinmayapti. Agar sizlar kamera orqali yo tovush orqali sezilayotgan bo'lsa, aytinglar. Juda komfortli. Dinamika yetarlimi? Dinamika yetarli. Nimaga yetarli? Sababi juda ham oddiy. Aytayman-ku, batareya tugab qolsa, ichki yonish dvigateli haligi 218 kilovatli elektrodvigatelga reduktorli uzatmalar orqali yordam berishga harakat qiladi va aylantirishga ko'maklashadi. Shunda siz hech qaysi holatda deyarli dinamikani yo'qotmaysiz. Pluslardan bizada adaptivniy kruiz kontrol bor. Ko'rayotganingizdek, mana oldimizda gruzavik ko'rsatyapti. Yonimizda ikkita qator mashina bormi? Ikkita qator mashinani ko'rsatyapti. Demak, oldimizda yuk mashinasi obzorimiz to'sib qo'yganini hisobga olmasa, yonimizdagi polosalarni razbor qilyapti. Ya'ni tushunyapti qayerda nima mashina bor, nima qilish kerak. Mana ikkita yuk mashinasini deb ko'rsatyapti. Optimal ishlayapti. Udержание polasi bor. Elektropривод bo'lgandan keyin rulda o'zi polosani ichida mashinaning trayektoriyasini saqlab ketyapti. Qanaqadir annoying deydi-yu ingliz tilida. Sizni asabingizga tegadigan, asabingizni buzadigan tovushlar umuman yo'q. Biza mashinada eshitayotgan yagona narsa bu inspektor split air radar detektorini ogohlantirishlari. Toshkent shahrida o'zi bosib ham bo'lmay qoldi, chunki joy yo'q deyarli bu uchun. Hamma tirbandli. Lekin kerak paytda sizlarga kerakli dinamikani 218 ot kuchi bemalol yetkazib bera oladi. Shahar uchun optimalni 218. Bundan ortig'i nimaga kerak? Kimga kerak? Qayerda ishlatasiz? Variantlaringizni kommentariyada yozib keting. Agar siz hali videoni obuna bo'lmasdan ko'radigan, faqat rekomendatsiya bo'yicha ko'radiganlardan bo'lsangiz, aka choynoyni qo'pol shunaqa kanalki, eng eksklyuziv avtoobzorlar, eng obyektiv avtoobzorlar bizada. Avtomobil olamidagi yangiliklar, siz uchun foydali xabarlar, foydali maslahatlar, kerakli bilimlar hammasi shu kanalda avtomobil bo'yicha. Biz 8-yil faoliyat olib boryapmiz. 7 yildan oshuv avtomobillarni obzor qilamiz. Obuna bo'lib qo'ying, uyaling, rekomendatsiya bo'yicha ko'rishga, obuna bo'lmasdan ko'rishga uyat aka. Birinchi to'rtburchak simon rulli shakliga o'rganishim sal qiyin bo'ldi. Lekin ko'nikib ketdim. Bunaqa qiyin emas. Shturval emas-ku, tepasi bor, pasti bor, bemalol. Ko'nikib olganingdan keyin orientir olishga ham osonroq bo'lar ekan. Rul tepasi qayerda edi, pasti qayerda edi, ma'lum bir holatda qanaqa turibdi, burilgan, burilmagan, tepada ko'proq joy, pastda kamroq joy bilasan-da, ya'ni qulaylik tug'diradigan yana bitta narsa proyeksion displey bor. Nimaga men $32,000 buni emasda boshqa mashina olishim kerak yoki uni emasda buni olishim kerak degan savolni beradigan bo'lsanglar, javob juda ham oddiy. Bu mashina berayotgan funksiyalar va opsiyalar bu narxga boshqa konkurentlarda yo'q. Shunchaki yo'q. Ovora bu qidirib ham o'tirmaylar. Menimcha hech narsa ola olmaysizlar. Segmentatsiya bo'yicha avtomobil o'rta sinfdagi crossover. Offroadga olib chiqaman, tabiat qo'yini, mashina kerak bo'lmasa bemalol, lekin kerak emas, qiynamang. Xo'p, nima kerak shaharda yuradigan mashinaga? Avvalambor, o'sha men aytgan sana bergan xususiyatlardan tashqari yaxshi audio tizim bor. Flamey Sound. Flamey Auto degan operatsion tizimda ishlaydi. Multimedia displeyimiz, barcha kerakli funksiyalari bor. Android Auto, Apple CarPlay sizga kundalik foydalanishda eng qulay narsalar, eng kerakli funksional hammasi bor. Mana ko'rdingizlar, ikkita harakat bilan men уже bemalol kirib Очень интересно, потому что говорят, что когда фор-камерка, как будто бы лучше автомобиль со серии. Marhamat. Ikkita harakat bilan Android Autoni yoqib oldim. Bemalol foydalanish mumkin. Bittada ko'rasizlar, hamma servisli ishga tushib ketadi. Muammo yo'q. Yana o'sha yoqimli ayarlash chiroqlari. Rulga quloq solish juda ham yaxshi darajada. Qaraydi. Qanaqa peripatga keldik, lekin umuman sezilmadi. 95 bor ekan. Borga o'xshayapti. Lekin muhim emas. Bizga 92 ham bo'veradi. Ishlab chiqaruvchi 92 ni qo'rqmasdan quying biratan deyapti. Rostdan aytsam, rostdan deyapti. Nima qilamiz? Quyuramiz 92. Men o'sha 92 quyib ham bo'ldim 10 litr. 10 litrda bir hafta yurib ham bo'ldim. Mana endi hozir yana
92 qo'yamiz. 10 ta ertaga mashinani olib borib topshirgunimizcha yetib berish kerak, hozir syomkalarimizga yetib berish kerak. Kuni kecha bizga Blackstarga VIP services detailingimizga xuddi shu mashinani olib kelishdi. 3 litr yeyapti deyapti. Aralash sikl, ya'ni batareyani ham zaryadka qiladilar, nimani ham zapravka qiladilar, benzinni hamda. Batareya tugaganda benzin bilan yurib ketadilar. Umumiy hisobda savokupni hisoblasa 3 litr yeyapti deyaptilar. Menda mana 7 litr atrofida 609 ga tushdi. Boshqa qildi. Men zaryadka qilmasdan tekshiraman odatda gibridlarni. Ya'ni umuman zaryadka qilmasam nechta yeydi? 2 ga bo'lib yuborasan o'shanda rasxodda. Agar zaryadka qiladigan bo'lsa 100 km batareyada yurdim, 100 km benzinda yurdim desanda, ana o'shanda senda bu yog'i aniq rashyotlar chiqadi. Qara, bakka qanaqa ochamiz? Bu yoq bitta tugmada mana bu yoqda nastroyka qilib qo'yilgan bo'lsa, bittada ochib yuborasan yoki bundoq qilasanda, krishka toplamini baka parkingga qo'ying deyapti. Mana qo'ydim. Ana endi ochiq, bemalol ot kritaga qo'ysa bo'ladi. Yur, bakka o'zida ko'rsatilib 92 qo'yishga ruxsat berib qo'ygan. 41 kilometrlik benzinimiz qolgan. Hozir rovno 10 ta benzin qo'yamizda, necha kilometrga zapasimiz ko'tarilishini prosta matematikasida, mashinalar arifmetikasida ko'rsatib beramiz. Qara, hozir tekshirib ko'ramiz как раз shum izolyatsiyani. Eshikni yopdik, ichkarida bitta mikrofonimiz qoldi. Qo'shimcha shovqin yoziladimi, yo'qmi ko'ramiz. Rossiyanimi, O'zbekistonning 92simi deyshti. Rossiyanikini qo'yib beravering dedim, chunki bu avtomobil aslida Rossiya uchun chiqarilgan. Sababi ularning bozorida Geely, Manjaro kabi juda mashhur modellar bor. Bu ham ancha mashhur model bo'lib ketdi. Qanaqadir evolyutlar bilan solishtiryapti. Yevropani mana bunaqa soketi, konnektori aynan Yevropa qismi uchun ishlab chiqariladi. Aynan Rossiya uchun ham mana shunaqa yevropeyskiy konnektorli mashinalar ishlab chiqariladi. Bizda ham xuddi shunaqa konnektorli mashina, lekin bu muammo emas, chunki bizda mana bunaqa переходник bor. Bu nima beradi? Buni o'rnatasan, mana ko'rding, bu yog'i Yevropa, bu yog'i GBT, kitayskiy. Bu переходник hamma muammoni bittada hal qilib beradi. Tiqiladi bu yoqqa. O'zi birga bir tushadi. Keyin mamnun olinadi. Bu olib bunga tiqiladi. Переходник, oddiy переходник. Hamma muammo hal. Endi telefonni olamiz, to'ki bor ilovasiga kiramiz. Qancha yuradi batareyada? Taxminan 100 km atrofida yuradi degan taxminlar bor, lekin aslida bu bunday emas. Yurmaydi 100 km. 80 70 km atrofida yurib beryapti konditsioner bilan. Endi bitta narsani hisobga olganda 18.4 kilovatli batareyani 20% zapasda, ya'ni tegib bo'lmaydigan zapasda ushlab tursa elektronika, ya'ni uni 5 dan biri uje olib qo'yildi chetga 100 kilometrdan. Tushunayapsanmi? Chopildimi, 80 qoldimi? 80 dan yana 10-15 kilometri konditsioner ishlashiga ketsin. В любом случае baribir va'da berilgandan kamroq ishlaydi. Bagajnigimizda mana ko'rayotganingdek servo привод bor. Bagajnik 528 litrlik kattakon. 10 ta benzin 92 dedim, lekin qo'yib berishmadi. Menimcha oldin pulini to'lash kerak. Yurib to'lab olaylik. Qolgan gibrid va Xitoy mashinalariga обязательно ko'pincha 95 qo'yish kerak bo'ladi. Geely nimaga ishonib 92 qo'yib qo'rqmasdan deyapti bilmayman, lekin umid qilamiz bu harakat kompaniyani va mahsulotni uyaltirib qo'ymaydi. Uyaltirmasa ham kerak, chunki necha yildan beri Rossiya bozorida sinalib bo'lgan-ku. Mana bizga ham hozir rossiyskiy dedilar, berossiyskiy qo'ydik benzinni. 41 kilometrlik benzin zapasimiz bormidi? Endi qara, 10 litr rovno qo'shuvdik. 252 litr bor zapas xo'da deyapti. Bu degani 10 ta benzining senga 210 kilometrga hisob qilyapti. Hozirgi realniy rasxodimiz 701 litr bo'lib turganida 10 tani 210 taga hisoblayapti. Qanaqa kelishmayapti arifmetikasi. Hisoblab ko'ringlar, yozib ko'ringlar kommentariyaga qanaqa ayyor arifmetika bo'yicha bu hisob-kitoblar olib borilyapti. Men notekis yo'llardan ketyapmiz. Men nechta joydan yurib ko'rdim. Bir martagina bo'ldi podveska, korpusga, kuzovga probit qilgan joyi. U ham bo'lsa, yamaga kelganda men reska tezlash uchun gaz oxirigacha bosgan joyimda ana prokrut bilan tushasiz suv yamaga. Ana o'sha yerda udarni sezdim. Bo'lmasa bir haftadan oshiq haydab yuribman. Mashina bir haftadan oshdi olganimizga. Bir haftadan oshiq haydab yuribman. Mashinani umuman sezganim yo'qki, qanaqadir muammolar borligini. Xo'p, 51 litrli bakimiz bor.
92 benzinga rekomendatsiya borligini ko'rdinglar, guvohi bo'ldinglar. 18.4 kilovatli batareyamiz bor. Ushbu batareya taxminan 100 kilometr masofa bosib o'tishi mumkin deyapti, lekin real ko'rsatkichlar bundan tabiiyki bir necha foizga farq qiladi. O'rtacha 20-25% ga farq qiladi. Yoz, issiq, konditsioner yoqib yurinmas, qishda 50% ni bemalol chopib tashlayverasiz. Agar benzindan menda muammo yo'q desa, siz gibridli versiya juda ham bir qoniqtirishi kerak. Agar yo'q, men ko'proq iqtisod qilishim kerak, menga elektromobil versiyasi kerak desangiz, bemalol iX5 avtomobilini xuddi o'sha men aytgan full elektrik versiyasi mavjud va siz umuman bu narsadan qiynalmaysiz. Bilasiz, kichik halqa avtomobil yo'li unaqa tekis emas. Mana ketyapmiz. Agar video tasvir bo'yicha yoki tovush bo'yicha qanaqadir mana bekityapsam mendaman deydigan bo'lsangiz, aytishinglar mumkin. Bizda adaptive cruise control mana qaranglar, bitta yoqqanda 60 ga yoqdim. Oyoqda avtomatim 60 olib ketaman. Ko'rdinglar, tezlik. Nimadir katta obyekt bosdim. Xullas, adaptive cruise control juda yaxshi ishladi. Tekshirib ko'rdik, lekin rulga quloq solishiga maza qildim. Aniqligi, tiniqligi, mana pandus qarab o'tamiz. Kattaroq tezlikda o'tang, o'taymi mana 30 da o'tamiz. Cho'tga o'tib ketdik. To'g'ri, tezligimizni ko'paytirsak hisobiga hozir pandusga chiqish tushishimizda ham 23 ga tushdi 30 dan. Lekin shunda ham men sekinlashmasdan o'tib ketdim deb hisoblayman. Shunda ham juda komfortli o'tdik. Hop, tormoz eng muhim narsalardan bittasi. Menimcha bu to'xtalib o'tish ham kerak emas. Sababi juda ham oddiy. Volvo'ning texnologik izdoshi deylik, xavfsizlikni eng asosiy tamoyili bo'lgan tormoz tizimi hech qanaqa menimcha tushuntirishlar va noto'g'ri xatti-harakatlarga muhtoj emas. Qaranglar. Ko'ryapsizlar, hozir sensorimiz yetyapti. 54 sm masofa bor deyapti, mana bu deyapti. Mashinaning gabaritlari shunchalik tushunarli, shunchalik aniq, tiniq, shaffofki, bemalol manevr qilishingiz, tor tangiz joylarda ham, probka bo'lib qolgan joylarda ham mashinani voy urib olaman, voy qirib olaman, voy turtib olaman degan xavotiringiz bo'lmaydi. Nimaga? Agar ozginagina boshqaruvda tajribangiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol mashinani haydashingiz va gabaritlarga bir deganda cho'mib olishingiz mumkin. Bitta narsa, mana bu pavorotnik bor-ku, mashinga ko'nikib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni u bosganingizda chaqqa etib pastga tushib qolmaydi. U joyida turaveradi, u joystik sifatida ishlaydi. Nechta tushuntirdim уже, bunaqa narsa normal holat bo'lib qoldi, ko'nikib ketasiz. Bitta o'rganib olsangiz bo'ldi. Ko'pincha boshlanishida pavorotnikingiz yoqib qolib ketadi, lekin bizning mashinada bu muammo hal bo'layotganidek, qaysi tomondan ovoz chiqishiga qarab pavorotnik qaysi tomonga yoquvligini qaramasdan turib bemalol hal qilib olasiz. Yana bitta yoqimli fishka, qaranglar. Номер заблокирован. Eshitdinglarmi? Mayli, qisqagina bo'lsa ham. Telefon suhbati davomida hamma kolonkalardan baravar musiqaga o'xshab ovoz chiqmaydi. Suhbatda tovush faqat mana bilan chiqadi. Bu ham yoqimli fishkalardan. Ya'ni tovushi inson uchun qanchalik katta ahamiyatga egaligi, tovush muhiti yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sizning kayfiyatingiz, o'zingiz sezishingiz, his qilishingiz qanchalik yaxshi bo'lishini bu muhandislar juda ham yaxshi bilgan. Marketologlardir, balki muhandislardir, kim qurgan bo'lsa ham bu mashinani juda yaxshi bilishgan. Shuning uchun ham shu yechimni qilishga katta kuch sarflashgan deb o'ylayman. Bu ham rasxodday baribir mashinaning narxiga ta'sir qiladi. O'ylaymanki, aynan shu narsa yoqimli fishkalardan bittasi. Nimaga yana konkurentlardan mashina olmasdan buni olish kerak degan savol tug'ilib qoladigan bo'lsa, kattakon panorama tom borligi. Bugungi kunda ko'pchilik konkurentlarda Xitoy avtomobillarida aynan panorama tommi borligi yaxshi, lekin lyuk yo'qligini ham eslatib o'tishim kerak. Bizda lyuk bor va u to'laqonli, to'liq ochiladi. Mo'ykadan chiqqaningiz juda kerak narsa. Birinchi yarmigacha ochiladi, keyin bundoq qilsangiz oxirigacha ochiladi. Juda ham zo'r narsa-da shu. Shaxsan menga juda ham yoqadi. Shu lyuk kerak emas. Menga juda ham yoqadi lyuk borligi. Sababi bitta vaziyatda, masalan, yoz issiq kuni, kech payt mo'ykadan chiqding, oynangni ochsang nima bo'ladi? Dog' bo'ladi. Lekin mashinada bitta ochib ketsa bo'ladigan oyna bor. Dog' qilmasdan. Bu ham lyuk, kayf narsa. Menga yoqdi, audio tizimi, tovushini sifati juda ham yaxshi. Avtomobilning o'zi umuman olganda juda yoqimli. O'ziga bilasizlarmi, qanaqadir iliqlik bilan o'ziga og'dirib oladi. Обязательно shu aytganimdek, Toshkentda bo'lsanglar, Jili Qo'yliq yoki Jili Sergeliga tashrif buyuringlar yoki o'zingizlarning viloyatinglardagi istalgan Jili rasmiy showroomiga tashrif buyuringlar-da, avtomobilni albatta bitta haydab ko'ringlar. Qaysidir joyida meni fikrimga qo'shilmasanglar,
kommentariyda keyin test drive'dan keyin yozib ketasizlar kelib mana bunaqa ekan, mana bunaqa emas ekan deb. Men o'zimga bo'lganda обязательно kundalik boshqaruvga olgan bo'lar edim avtomobilni, lekin olganimda ham faqat menimcha elektrik versiyasini olgan bo'lardim. Chunki batareya kichkinaligini hisobiga bu yerda baribir doimiy ravishda benzin rasxod qilib yurasiz. Ko'ryapsiz, benzinning ahvolini narx oshganda oshyapti, tushayotgani yo'q. Shunaqa ekan, men qo'limdan kelganicha obyektiv bo'ladimi, subyektiv bo'ladimi, fikri haqqoniy va adolatliligidan qochmagan holda sizlarga ma'lumot yetkazishga harakat qildim. Mashinani birinchi marta yangi holatda haydayotganimni va u bilan hali maksimal darajada tanish emasligimni, birinchi hissiyotlarimni yetkazib berayotganimni обязательно hisobga olinglar. Iltimos, keyingi qiziqarli, foydali, sizlarga maksimal darajada manfaat berishga harakat qilib borayotgan videolarimizda ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Sizlar bilan xayr, salomat bo'linglar.